bojxona va soliq tizimi. Eee, Malayziyaning bojxona va soliq tizimi davlat byudjetini shakllantirish hamda tashqi savdoni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. To'g'ridan-to'g'ri soliqlar asosan Inland Revenue Board of Malaysia boshqaradi. Bu organ jismoniy shaxslar daromad solig'i, korporativ soliq va boshqa bevosita soliqlarni yig'ish uchun mas'uldir. To'g'ridan-to'g'ri soliqlarga daromad solig'i kirsa, bilvosita soliqlarga savdo va xizmat solig'i, aksiya solig'i hamda import bojlari kiradi. 2018-yilda GST bekor qilinib, uning o'rniga yana SST tizimi joriy etilgan. Malayziyada bojxona va boshqa import bojlari soliq tushumlarining foizi 21-rasmda ko'rsatib o'tilgan. Foizlar berilgan. Malayziyaning soliq tushumlari yangi nisbatan foizi 2020-yilda ancha pasaygan va undan keyingi yillarda yana o'z holatiga barqarorlashib qaytib borgan. Soliq tushumlari Malayziyada davlat daromadining asosiy manbalaridan biri ular infratuzilma, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Malayziya soliq tizimi iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va fiskal barqarorlikni saqlashga qaratilgan. Malayziya norasmiy iqtisodiyot ulushi soliq bazasini toraytirishi mumkin. Shuningdek, global iqtisodiy beqarorlik, tashqi savdo hajmining o'zgarishi va neft narxlarining tebranishi davlat daromadlariga ta'sir ko'rsatadi. Malayziyaning investitsiya muhiti tahlili to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bu investorning iqtisodiyotdan boshqa iqtisodiyotda faoliyat yurituvchi korxonada uzoq muddatli boshqaruv ulushini o'zbek huquqiga ega aksiyalarning 10% yoki undan ko'proq sotib olish uchun investitsiyalarning oqimi. Malayziyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar yangi nisbatan foizi 24-rasmda ko'rsatilgan. 2021-yil eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan. 2020-yil pandemiyada esa eng pastki o'rinda bo'lgan. Malayziyaning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 26-rasmda ham ko'rsatilgan. Malayziya va boshqa mamlakatlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish obyektlarining xorijiy mulkchilik shaklini aks ettiradi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar sifatida tasniflanishi uchun xorijiy mulkchilik ulushi kompaniya qiymatining kamida 10% ga teng bo'lishi kerak. 2024-yildagi so'nggi ko'rsatkich 3.7% ni tashkil etdi. Bu 2023-yildagi 1.98% dan oshgan. Taqqoslash uchun 105 mamlakatdan olingan ma'lumotlarga asoslanib, dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 4.56% ni tashkil etadi. Malayziya uchun 1970-yildan 2024-yilgacha bo'lgan o'rtacha ko'rsatkich 3.67% ni tashkil etadi. Malayziyaning transport infratuzilmasiga keladigan bo'lsak, Malayziyaning transport infratuzilmasi iqtisodiyotning asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Bu yo'l, temir yo'l, havo va dengiz transport tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Masalan, 29-rasmni ko'rishingiz mumkin. Malayziyaning yo'llarining sifati bir past va 7 yuqori grafikda tasvirlangan. Shuningdek, mamlakat Global Logistics Performance Index bo'yicha yuqori o'rinlarda turadi. Bu transport va logistika xizmatlari sifatining xalqaro standartlariga mosligini ko'rsatadi. Yo'l sifati ko'rsatkichi Jahon iqtisodiy forumi tomonidan har yil nashr etiladigan global raqobatbardoshlik indeksining tarkibiy qismlaridan biridir. U 144 mamlakatdagi 14 mingdan ortiq biznes rahbarlarining fikrlarini o'z ichiga olgan uzoq muddatli keng qamrovli so'rovni bo'lgan JIF ijrochi fikr so'rovi ma'lumotlar asosida ma'lum bir mamlakatdagi yo'llarning sifatini baholashni ifodalaydi. Malayziya temir yo'llarining rivojlanishi qalay tashish uchun dastlabki yillardan tortib, bugungi kunda mavjud bo'lgan eng keng tarmoqgacha millatni shakllantiradigan kengroq ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlarni aks ettiradi. Yuqorida rasmda ko'rishingiz mumkin, Malayziyaning temir yo'l infratuzilmasi tasvirlangan.
Prognozi 2035 yilgacha 7,7 bilan bo'lishi kerak ekan. E, Pastdagi rasmda esa Malayziyaning elektr shahar infratuzilmasi berilgan. Malayziyada elektr energiyasi ishlab chiqarish asosan issiqlik elektr stansiyalar, ko'mir va tabiiy gaz, gidroelektrik stansiyalar hamda qisman qayta tiklanuvchi manbalarga asoslanadi. Elektr energiyasi yuqori kuchlanishni uzatish liniyalari orqali hududlarga yetkaziladi va podstansiyalar orqali taqsimlanadi. Malayziyaning iqtisodiy integratsiyasiga keladigan bo'lsak, Malayziya Janubi-Sharqiy Osiyoda iqtisodiy integratsiyaning faol ishtirokchilaridan biri hisoblanadi. Malayziya ASEANning asosiy a'zolaridan biri bo'lib, mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik va savdo erkinligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu infografikada ko'rishimiz mumkin. Malayziyaning eksporti va importi ko'rsatilgan. Asosiy ishlab chiqarish va mining qishloq xo'jaligi, undan keyin konchilik, asosiy eksport qiladigan savdo hamkorlari Xitoy, Singapur va AQSh hisoblanadi. Xalqaro iqtisodiy tashkilot bilan hamkorlik aloqalariga keladigan bo'lsak, Malayziyaning xalqaro tashkilotlarning a'zoligi 33-rasmda ko'rsatilgan. Hamma tashkilotlar bilan a'zoligi bor. U Jahon savdo tashkiloti a'zosi sifatida savdo siyosatini tartibga soladi va xalqaro savdoni rivojlantirishda ishtirok etadi. Shuningdek, Malayziya Janubi-Sharqiy Osiyo Millatlari Uyushmasi, ya'ni ASEAN a'zosi bo'lib, mintaqaviy iqtisodiy integratsiya, savdo standartlarini uyg'unlashtirish va investitsiyalarni jalb qilishda ishtirok etadi. Malayziyaning asosiy savdo hamkor davlatlarga eksporti birinchi o'rinda Singapur turar ekan, ikkinchi o'rinda Xitoy, uchinchi o'rinda AQSh va to'rtinchi o'rinda Gonkong, beshinchi o'rinda Yaponiya hisoblanadi. Bu eksport hajmi bo'yicha Malaysia International Monetary Fund bilan muntazam maslahatlashuvlar olib boradi va makroiqtisodiy siyosat bo'yicha tavsiyalar oladi. Bu hamkorlik inflyatsiya, fiskal intizom va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Malayziyaning xalqaro indeks va reytinglari Olimpiya raqobatbardoshlik reytingida Malayziya 2025-yil dunyo raqobatbardoshlik reytingida 74,80 ball bilan baholangan va 23-chi o'rinda joy olgan. Bu 35-rasmda Malayziyaning raqobatbardoshlik indeks va reytingi tasvirlangan. Birinchi o'rinda bu Singapur, ikkinchi o'rinda ASEAN davlatlaridan menimcha Malayziya. Pastdagi rasmda esa Malayziyaning global iste'dod raqobatbardoshlik indeksi va reytingi ko'rsatilgan. Bu hisobotga 2024-2025-yilgi hisobotga ko'ra bu raqobatbardoshlikda 46-o'rinni egallagan bo'lib, 46-o'rinni egallagan bo'lib, mamlakatning global iqtisodiy iste'dod jalb qilish va ularni ishlab turish qobiliyatini ko'rsatadi. Va yana bir qancha korrupsiya idrok indeksi 2024-yilda e'lon qilingan indeksda Malayziya 180 davlat ichida 54-o'rinni egallagan va 100 ballik shkalada 50 ball to'plagan. 37-rasm Malayziyaning korrupsiya idrok indeksi va reytingi ko'rsatilgan. 3-o'rinda Singapur ham turar ekan. 2025-yilga kelib 54-o'ringa tushib ketibdi. Global Innovation Index bu dunyo davlatlarining innovatsion salohiyatini baholovchi xalqaro reyting bo'lib, u WIPO tomonidan har yili e'lon qilinadi. Yaponiyaning 2025-yil hisobotiga ko'ra, Malayziya innovatsion salohiyat bo'yicha yuqori o'rinlar qatorida turadi. Keyingisi bu barqaror rivojlanish maqsadlari.
Keyingi reja bu ilm-fan va texnologiya. Am, Malayziya ilm-fan va texnologiya sohasida jadal rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hukumati 2020 yillar boshidan beri innovatsiya, raqamlashtirish va ilmiy tadqiqotlarni milliy strategik ustuvor sifatida belgilagan. Bu infografikada ko'rishingiz mumkin. Malayziyaning RD sohasidagi universitetlari tasvirlangan. Bu asosan to'rtta universitet Malayziyaning e, qidirish va rivojlantirish maqsadida innovatsiyalar va raqamlashtirishni, ilmiy tadqiqotlarni olib boradi. Malayziya ilm-fan va tadqiqotlar bo'yicha xarajatlari yangi nisbatan taxminan 1% atrofida bo'lib kelmoqda. 2020 yil ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 0,95% tashkil etgan. Eng yuqori bu 40-rasmda ko'rishingiz mumkin. Malayziya ilm-fan va tadqiqotlar xarajatlari ko'rsatilgan. Eng yuqori natijasi 2016 yilda bo'lgan ekan. O'rtacha 1,42% ni tashkil etgan. Malayziya hukumati ilm-fan va texnologiya islohotini oshirish maqsadida 2030 yilgacha xarajatlarni yayimning 3,5 darajasigacha yetkazishni maqsad qilgan. Milliy strategiyani qabul qilgan.